أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل حج تمتع مسلر دوم شوتدو حج تمتع باغان شيء خالصا قربانلقنا إلب بردو Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ilib qo'ygandek. Safarga chiqqan vaqtida umriga ihrom bog'laydi. Umriga ihrom bog'laydi deganimiz umrini niyat qilib labbayka to'laydi. Va ihromni kiyimni kiyish u ihrom bog'laydi deganlikni ko'rsa Uyg'urchada. Shundami? Lekin niyatga maqsad shu ihromga niyat qilib kirdi degan maqsad. Vasaqa ihramga niyat qilib kirgandan keyin labbayka bi umra degandan keyin ay miqatdan hadiya qurbonligini haydab mangdi. Va fa'ala ma zakarna. Bag'andan keyin biz yuqorida bayon qilgan faoliyatlarni o'rindaydi. Yani qurbonlik qilib kelgan bo'lg'achqa umra qilib bo'lgandan keyin chechini qisqartish bo'lmaydi. Bu ihromni holatda turib haj qilib o'tib tashaqqandan keyin qurbonlikni qilib undan keyin unda ihromdan chiqadi. Hozir bu qanday bo'ldi? Qiron bo'ldi. Chunki bu qurbonlik qilib kelgan bo'lishda wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahalla. Ashadiya joyiga yetganga qadar, yani qurbonlik kuni bo'g'izlangan qadar chach cho'tib ihromdan chiqmaysizlar degan. Lekin bu qironga aylanib ketdi degan mazmuni-chi. Tamattu olmaydi bu. Lekin tamattu bil ma'na lug'aviy desak tamattu bo'ldi. Biz burun degan qo'y sahoba ikramlar hadislarda shu nima qilish bor deb. Unda uning buning qilgan haji qironga aylanib ketdi. Tamattu emas. Lekin lug'at jihatdan ikki safar qilmay bir safar bilan haji bilan umrni qilib o'tgan bo'lg'achqa bu at-tamattu lug'aviy bo'ldi. Yoki sahoba ikramlarning davrida mushuni tamattu deb ataydi. Ve huve afdal. Yani bu qiran boğazqa muşu afzal. Yani bir vaziyatın karşıda el-qiranu afdal minat temattu'i vel-ifrad. Li'annahu sallallahu aleyhi ve sellem faale kedalik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccetul veda'da qiran qilgan. Ömür bilan hajni bir aqlam qilgan, bir ihram bilan qilgan. Qala ve lima fihi min al-musara'ati ve ziyadatil mashaqqati. Çünkü qiron qilsa bunda hajga bir xil oldirish var. Arliqda kiyimni kiyib bir muddat aramilib o'tish emas, ihromdan chiqmay unda tayyor turgandek ahvol bor. Va ziyadatul mashaqqa, ham texnik jafo bo'ladi. Shu arliqda bir oy qolgan bo'lsin, 2 oy qolgan bo'lsin, 20 kun qolgan bo'lsin, bu ihromdan chiqmay saqlab turgan. فإن ساق بدنة قلدها بمزادة أو نعل tüge elip mangan bolsa tüge yoki kalığı işiltidi badanlarga. Nima uchun badana esa bu tüge kalının ustini yo'g'on bo'lg'achqa badanlik degan. Tüge yoki kalı elip mangan bolsa buning bo'yniga bir narsa is qo'ydi. Taqlid deymiz buni. Bu is qo'yilgan narsa bimazada. Mazad degan ya tulun yoki xurumchilikdek oyoqdek narsa. Buni unda qo'yib qo'ydigan masalan xurumda yasalgan oyoqdek narsa bor, qachidek. Shu oyoqni yog'ochda yasalgan oyoq deymiz. Bu endi xurumda yasalgan oyoqlar. Masalan, rezingda yasalgan chilaklar bor, axloqlar to'shiydi. Shunga o'xshash narsa. O'z vaqtida endi kishini qishlar va arabning deyarli bo'lmagan ekan, shunday narsani qach yasaydi. Shunda bir qaçidek binasını boyuna esip koydu. Yani şu kişilerin şu hayatı banasıdan. Öylerde banası şu. Ev na'al. Ya ki kaş. Bir parça kaş. Ya bir şey yok olup ketken. Ya ki keymediğin bir kaşını boyuna esip koydu. Ya ki kemer olup kalsa kemer esip koydu mümkün. Ya ki derakının bir talası olup kalsa şunda binasını esip koydu. لأنه صلى الله عليه وسلم قلد هدايا. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye qurbanlıqlarga aşına bir narsani asqan. Qallada degan xuddi majan asqandek tilada deymiz. Bo'yniga bir narsa isib qo'ygan.
Bu sünnet. Ama qo'yga bir narsa isish yo'q. Shu badana dedi. Agar kala ya tuga elib mangan bo'lsa, bo'yniga bir narsa isidi. Agar qo'yilib qolsa, bo'yniga bir narsa ismaydi. Hanifi mazhabda qo'yga bir narsa isish yo'q. Boshqa mazhabda qo'yga masidi. Hazrat Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki qo'ylarga asilgan shu bo'yinliqini yoki tasmini men o'z qo'lim bilan ishib bergan degan hadis bor. Bu endi nimadan iborat desa, mushuni ko'rgan kishi yo'ldagi qaraqsil bo'lsin, o'g'ri bo'lsin, qanday odam ko'rsa mavhaji ekan, Ka'baga atab ilib mangan malkan deb uni chiqilmaydi. O'g'il bo'lmaydi, bul bo'lmaydi. Shu mushriklar masalan. Bu haramga kelib mangan hadiya qurbonlikka deb unga chiqilmaydigan ish bor. Shuni belgilab qo'ydi. Wal ish'aru makruhun 'inda Abi Hanifa rahimahullah. Ish'ar tugininki loksni teshib qantishdan iborat. Vatado o'qidiqqa Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu tugisining loksni so'l tarafdan pichoq bilan nayisdan usulan qanatibdi deb. İmam Abu Hanifa rahmetullah aleyhinin nazarda makruh. Hasanun indahuma. Sahibenin nazarda mustahab. Sahibenin nazarda hasan dedi. Yani mustahab demekçi. Lakin sünnet demedi sahiben. Sünnet demedi mustahab dedi. Başka mezheplerde sünnet. Vasıfatuhu en işar demedi ibaret en yeşukka sinamaha minel canibil eymen. Tügünün loksinin on tarafından tişido. Yakında kesildi. Kesilse onda bulduq qan aqib ketmaydi. Azroq qan aqib, azroq ya bo'ylab qizil to'xtaydi. Shunlar mansa qizil bo'yab qo'ygandek bir belgi bo'lgan ekan, ma o hadiya qurbonlikka degan bir belgi. Bo'yni qisib qo'ygan narsa balki shamolda ushib ketib, birga ilinishib qilib tushib ketishi mumkin. Lekin ma qan bilan bo'yash bu xil uzun muddat qolib qoladi. Navaniga bu belgi bo'ldi demoqchi. Miyada minal janibil ayman debdi. Lekin Hanifi kitoblarda sol tarafdan zaxmlantirib qanatish mustahab, o'ng taraf emas. Masalan, Muvattaning bayonida Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani al-ish'aru min al-janib al-aysari illa idha kanat sa'ba dedi. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhu ikki tugini birga chigib qo'ygan bo'lsa, sol tarafdan tashkil bo'lmasa orliqqa chiqirib, ma o'ng tarafdan teshdi. Muvattadagi o'qidik buni. Maktabda o'ng tarafdan debdi. So'l tarafdan zaxmlantirib qanatish mustahab, o'ng taraf emas. İmam Shafi'ning nazarida o'ng tarafdan teshidi. Davonikan Hanifi mazhabda tugini bo'yniga bir narsani taqlid qilish sunnat, ish'ar Imom Abu Hanifaninkida nazarda makruh, sahibaninkida mustahab, jumhurninkida sunnat. Lahuma sahibanning dalili mustahab deganga ma ruya annahu sallallohu alayhi vasallam fa'ala kadalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda ish'ar qilgan, qanatgan. Say Muslimda thumma da'a binaqatihi fa ash'araha fi safhati sinamiha al-ayman. Wa kadha ruya 'an as-sahaba ridwanullahi alayhim. Ibn Umar va uning boshqa sahabe kiramlardan shunda ish'ar qilganligi rivoyat qilingan. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه مثلة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مكروه deyishlik asosi bu jahiliyat zamonidagidek hayvonni tirik tug'izib bir yerini kesish ma dair kirdigan bir musla. Yani bedenning inson bo'lsin, hayvon bo'lsin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik tug'izib bir yerini kesishni cheklagan, naha anil musla degan hadis bor. Fayakunu mansukhan li ta'khir al-muharrimin. Musla qilishdan to'sqan muslani haram deb qaraydigan hadislar bo'lg'achqa, bu muslani haram degan hadislar keyingi hadislar deb qarab, ilgiriki ish'ar hadislarni mansub qilyapti. Yani bu ish'ar hadislarni sahih emas degan gap yo'q. Bu sahih, bu sahih, ma mutaakhir, ma mutaqaddim, unda mutaakhir, mutaqaddimni nasb qilayotgan amaldan qoldigan deydi. Vaqila Imom Abu Hanifaning makruh deyishga sababini bunda bayon qilganlar bor ekan. Innama kariha Abu Hanifa rahimahullah idza jawaza al-hadda fil jarh. Kesishda, qanatishda va chekida oshirib o'tganligiga qarab makruh degan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Chunki Abu Hanifa rahmatullohi alayhining zamonida shu chaqda Kufalik, Iroqliklar
Ya şu çağda yaşayan kişiler bunda kesip azırak qanaqidir bunda qilmay cho'ngroq kesib qattiq zaxmlantirib ayolni qiynaydigan bunda ishni qilgan bo'lg'achqa bunda qilish makruh deb to'sqan. Lekin yengil Rasululloh qilgandek azroq bir qantishni makruh demaydi deganlar bor ekan. Va fi'luhu sallallohu alayhi vasallam kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun ish qilgan shu chog'da desa, uni Imom Abu Hanifa bunda izohlabdi. لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بالإشعار. أشندا قنات مسا جاهليتن قطعان عادت bo'yicha, ayni qizil bo'yimisa mushriklar bulan-talan qilgan, hujum qilgan ishlar bo'lg'achqa, ay mushriklardan saqlanish uchun shunday qilgan. Ammal yawma fala degan bugungi kunda islomiyat hukm surayotgan islom davlati islom bayrog'i labida turayotgan bunda bir holatda mushriklar unda bulan-talan qilmaydigan bir holatda hojasiz Rasululloh shu chaqning sharoitiga qarab ehtiyoj bo'lganlikdan qilgan ish demoqchi. Qala va la yatahallalu min umratihi. Biz bayatın degandek bu qurbonligini ilib kelgan bo'lg'achqa umri qiliblam ihramdan chiqmaydi. Ihramda turib davomlashadi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam man lam yasuqil hadiya falyuhilla. Qurbonlik qilib kelmagan kishi ihramda chiqasin va yaj'alha umra. Umra qilsin. Umra qilib undan keyin hajga qaytib ihrom bog'lasin degan. Va man saqa qurbonlikni ilib kelgan kishi fala yatahallal hatta yanhara ma'ana. Sizdan billah qurbonlik kuni qurbonlikni bozilganiga qadar ihramdan chiqmay tursin degan. Oyatda la tahliqu rusakum hatta yablugha al-hadyu mahalla. Rawathu Hafsa radhiyallohu anha. Bu hadislarni Hazrat Aisha rivoyat qilgan Sayyinda. Yani Sayyinda Hafsa radhiyallohu anha rivoyat qilgan. Hafsa radhiyallohu anha rivoyatida ya Rasululloh ma sha'nun nas حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر قال ويحرم بالحج كما تقدم يوم التروية مكة تراب أمرنا بوغانا كيان شو إحرامدا دوام نشدو شو إحرامدان هجكلمان دب تردو فإذا حلق يوم النحر Qurban aytning birinchi kuni tash etib, chechin tushib bo'lgandan keyin halla minal ihramayn. Albatta chat tushishdan burun qurbonlikni qiladi. Shunama tash etib, qurbonlik qilib chat tushidi. Halla minal ihramayn. Chat tushish bilan bu umra va hajga qilgan ikki ihramdan chiqadi. Noki umrdanki birinchi ihram, hajdanki ikkinchi ihram. لأنه محلل لأنه يعني الضمير شدا الحلق شتشوتش شدا إهرامدن تقردغان ناسا فيتحلل به عنهما شغلان حلق لان إشكلي إهرامدن برقلان تشكتدو وذبح دم التمتع لما مر بجقدم بيان قلنده تشتقندن كين شتشوتشتن برون قربانلقنا قلدو Ana bu tartibga rioya qilish Imom Abu Hanifaning nazarida vojib. Boshda tashatimiz, undan keyin qurbonlik, undan keyin chat-chutimiz. Undan keyin tavoful ifoda. Lekin ma qurbonlikni yerda ilgirkina gap qo'yibdim. Wa laysa li ahli Makkah wa man kana dakhil al-miqat tamattu'un wa la qiran. Makka aholisi uchun yoki miqat doirasida uchun al-Makki wal-Hirmi wal-Hilli deymiz. Makka degan Makka turayotganlar. Makkalik bo'lsin yoki kelib iqomat bilan turayotgan chet ellik bo'lsin. Hirmi degan haram doirasida yashaydiganlar. Hilli degan haram doirasi bilan miqot orliqda yashaydiganlar. Mushallar uchun tamattu qilish yo'q, qiron qilish yo'q. Chunki bu yerda safar shu afaqi uchun miqatning sirtidan kelganlar uchun bo'ladi. Liqavlihi ta'ala zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram. Mush oyatga asosan deydi.
ذلك إشارة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك إشارة تازر ناقوردو أش تمتع وأش نقرب اللقلاش وأشو حكم لا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام Ayel tavabatı Mescid-i Haram'da tutmaydıqallar üçün. Yani Mescid-i Haram etrafında yaşmaydıqallar üçün belgilengen hüküm. İmam Şafii aş kurbanlık belgileş Mekke'nin sırtlıklar üçün deydi. Çünkü İmam Şafii'nin nazarında Mekke'likler üçün mu temattu qiran qilib buldu degan qarşı. Lekin biz deymiz aş temattu qilish, qiran qilish miqatning sirtidan keldiqallar üçün müşayyak asosi. Walau kharajal Mekki ila al-Kufa Mekke'de turgan bir kişi, Mekke ahalisinden olsun, ya ki sırtın kilip ikamet olan turgan bir kişi olsun, Mekke'de mukim turgan kişi, Kufe'ye çıkıp kalsa, ve karana sahha. Kufe'ye çıkıp, hecviler bunu bıraklan bir seferde kılıp kalsa, bu anda miqatın sırtın kelgen kişi oldu. Ya dikkat kılayış, sırtın kilip Mekke'de turgan adam olsun, eski Mekke'lik olmuş mu? Bu Mekke'ye hükmede, Mekke'yi deyimiz. Mekke'lik miqatın sırtın sefer kılıp sırtın kılgan bolsa bu afaqiy hükmüde. Mekke kapılan lekin Mekke oldu. Lekin kilişte afaqiy hükmüde. Nalki bu sırtın kelse qiran qilsa buldu. Ay bir sefer bilan ikkinchi judlasi buldu. Lekin Mekke'den kılgan boz bulmaydı. Ve la yekunu lehu temattu. Bunu temattu qilishmi yo'q. لأنه إذا تحلل من العمرة صار مكيا. Çünkü bu ömrü qilib ihramdan chiqib, kiyimni kiyib o'tsa, shu Mekkelik. Shu Mekkelik o'g'ashqa Mekkelik ekan bu. Fayakunu hajjuhu min vatan. U chaqda hajga nereden chiqdi bu? O'zining vujutidan chiqqan bo'ldi. Lekin bu tamattu degan narsa vujudga chiqmaydi. O'zining vatanidan hajla umri kelsa, undan mutamatta bo'ldi. قال وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. Temattu kelgan kishi umrni qilib yutumu bir berib kelayadan berib qolsa alamma bi ahlihi ilmaman sahihan dedqo va lam yakun saqal hadi bu qurbonliqni akamgan bo'lsa bu ihramdan chiqalaydi. Bunda ahvolda tamattu degan narsa bekor bo'lib ketdi. Dalga bunun ömrüse bir ömrü qilgan bo'ldi. Keyin hajga kelsa mufrid haj qilgan bo'ldi. Ayrim umra, ayrim haj qilgan bo'ldi. Tamattu degan narsa bo'lmaydi. Yani onun bütün hacı nisa bekor ketdi degan gap emas. Tamattu hukmini olmaydi demakchi. Li'annahu alamma bi ahlihi ilmaman sahihan. Çünkü bu yutiga to'g'ri bir berish bilan tamattuni bekor qilayotgan bo'ldi. Peki ihramdan çıkmay basa temattu altida degan. Shunami? Lekin ihramdan chiqqandan keyin ilman sahih bo'ldi. Fanqata hukmu as-safar al-awwal. Undan keyin bir qator safar qilib umrga bordi, keyin uyga qaytib keldi, keyin yana bir safar qilib hajga borgandan keyin ikki safar ayrim-ayrim bo'lib, birinchi safarning oyga umr qilib qaytish bilan uzilib qoldi. Tamattu bekor bo'ldi. Va insaqa lam yabtul. Agar qurbonliqni olib kelgan bo'lsa, bu chaqda ihramlik holatda yutiga qaytib, ya'ni kelsa, tamattu bekor bo'lib ketmaydi. Çünkü bu juda qaytsa, qurbonliq olib kelgan taqdirda ihramdan chiqmay qaytish lozim. Çünkü bu ihramdan qachon chiqdi? Hatta yablug'al hadi mahalla. Qurbon hayitgina o'sha hadini bo'g'izlagandan keyin chiqaradi. Undan keyin bu umr qilib qurbonliqi bor, o'zi ihrom bilan. Undan keyin ma tugamaya tutsin, juda shunda bir chiqib chiqay. Aeroplan bilan azan keyin deb tekka chiqib chiqsa, ihramlik holatda tamattu bekor bo'lib ketadi. Ya'ni shu mutamattu holatda. Çünkü bununki juda berishi ilmam g'ayr sahih. Tamattuning shartini biz ilmam sahih bo'lmaslik lozim degan. Undan keyin bu juda ihramlik holatda qaytadi. Qurbonlik kuni bo'g'izlamacha ihramdan chiqolmaydi. Undan keyin bu tamattu holatda bekor bo'lib ketmadi. Va qala Muhammad rahimahulloh yabtul ayda. Imom Muhammad rahmatullohi alayh Muşunda ahvaldımı? İhram bilan qaysa tamattu bekor bo'lib ketdi. Li'annahu ata bil hajj wal umrati fi safratayn haqiqatan. Çünkü bu umriga bir, hajga bir ikki safar qilgan ahvol haqiqiy bo'ldi. Buni o'xshab qoldi emas, haqiqiy shunday qildi. Wa lahuma Abu Hanifa bilan Abu Yusuf rahmatullohi alayhining qarashi annahu lam yasih ilmamuhu li baqa'i ihram. Bu ihramni qolat bo'lg'achqa bu ilmam sahih bo'lmadi.
فكان حكم السفر الأول باقيا. Ondan birinci qatımlıq səfərinin hükmü davamlaşqandek oldu. Bu ihramlıq halatda uyğu basın xuddi səfər halıtıdagidek. O ihramdan chiqib rahat yetib qopab, onda qilolmaydi. Musafirga o'xshash holatda mehmondek bo'ldi. وصار كأنه مكة. xuddi Makkada yataqdatqandek bo'ldi. فقد أتى بهما في سفر واحد حكما. Ondan neticede bu ikki safar demek bilan lekin amaliyotda hukman bir safarning o'rnida nolga mutamatta bo'ldi. Başka yer varsa imam sahih olmaydı. Alamma bi ahlihi, yani özünün jütte uyba şaga varsa andi imam sahih oldu. Bo'lmasa bu Makka verib Makkadan başka yerda safar ustida aylanib safari tugamagan holatda. İhramla qaldı özünü qaytib mesela havoda o'zlari qolmasın tikilgan kiyimni kiysa fidya qildi. Mahzuratul ihrom qildi. Bu endi uch narsaning birini tanlaydi. Fidiyatun min siyam aw sadaqa aw nusuk. Uchdan birisini qilishadi. Yoki to'g'ab qolsa kiyim kiymay ihramlikdan 3-4 ne qatma-qat yo'g'inasi bo'ldi. Ailesiga berib qolsa, sovuqli hadiya qilmagan bo'lsa, juda ehramlik bilan bo'lsa, hech shumidi, tamattu buzilmadi, tamam? Ammo juda berib keyin ehramni silitib qolsa, bu chog'da bu ayrim umr qilib hayzni to'xtatib qo'ygandek bo'ldi. Bu hamda rafda qolsa, buning bir qon keladi, kelar qatimda cho'qim haj qilish lozim degandek bir ahkomlik qildi. Esiga berib, kiyimni kiyib yasa bu chog'da tamattuning hadiya vojib bo'lmaydi. Bu umrni ayrim qildi, hajni ayrim qildi. Lekin endi mush ahvolda burun umr bilan hajni niyat qilib tamattu qilib, hajni niyatni qilgan bo'lsa, bu chog'da hajni rad qilib o'tganlik uchun, to'xtatib qo'yganlik uchun qon keldi, ham qazosini qilish vojib deganda bir hukm kelishi mumkin. Ailesi bağlı başkadan ne götürse bolalar oldu. Şu bağın sahibinden kilenler kalsın. Ehramdan çıkartmayın. Sakmışlar. Ya ki ehramdan çıktı bir koy kan kılır. Evet, olacaksa ekran oturup yok başkanım çıkarlarsa olanların gün başlarını ya o bir yılda da şart kıldık. Bir yılda oluş lazım çıksa. Eşhurul hacda bir yılda oluş lazım diyen bir şart var. Qala babul qiran. Qiran degan juplashdan iborat. Wa huwa al-jam'u bayna al-umrati wal-hajj bi ihramin wahidin fi safratin wahida. Bir safarda bir ihrom bilan miqatdan ihrom bo'lgancha haj bilan umrni bir aqlan qilib o'tishdan iborat. Buma ashhurul hajda bo'lish lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda qilgandek. Buningdan da haj oylarida umri bilan hajga deb bir niyat qilsin yoki umriga ayrim niyat bog'lab kep bo'lib ihramni davomlashtirib bilan oxidan hajni juplab qilyapsizmi, bu qiron bo'ldi. Lekin umriga tavob qilmagan holat kishi qara qilish lozim. Umriga tavob bo'lgandan keyin uni hajni juplamay qiladi. Qiron hukmi bo'lmaydi. Va huwa afdalu min at-tamattu. Qiron tamattudan afzal, Hanafi mazhabining qarashida. لقوله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي وأنا بالعقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بحجة وعمرة معا. إيش هذا أجواد العقيق ذو الحليفة يندك جايبو دايما شو واديغا كايغا وقتدا جبريل عليه السلام كلاب سن أمر الله هجن برقلم قلب تلبية ولغان دا بلغان سال بخاري ديك حديث. Yani bu buyruqdan ki en tuan derecesine elip aysak mendub, afdal, mustahab diyen mezmun çıkıdı. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem ya ali Muhammed ehillu bi haccetin ve umretin ma'a. Ey Muhammed'in aile tabiatı hacılan umrunu bıraklam niyet kılıp talbiyat olanlar. Ehillu ihlal diyen toğlaşını görsün. Şu istehalla sabi bu vaqt tug'ilib bilan bir yig'lasa istehalla sabi vaqirab yig'laydiga istihlal sabi deymiz. Bu yerda ulamolar shu hajning turlarining mashhur turlarining 3 bor. İfrad, tamattu va qiron. Bundan boshqa 2 turi bor. Masalan birisi hechni belgilamaylam niyat qildim deb ihrom bog'lab bo'lmasa bu keyin belgili oldigan mesela. Shunda bir necha tur bor, lekin mashhuri shu 3. Bu 3 turning qaysi afzal deganni hisoblashgan.
Bu ixtilofning manbasini ayrı taqildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan haj ifratmitdi, tamattumitdi, qironmitdi. Ashuni belgilash kerak taqildi. İfrat deganlar ifrat afzal, qiron deganlar qiron afzal, tamattu deganlar tamattu afzal. Yani bu hazretda İmam Abu Hanifa'nın kelgan bir qarash ifrat afdal degan nima bor, tamattuda afdal dedi mesela. Degan bu mazhabning qarashi qiron afzal. İmam Malik'nin qarashi ifrat afzal. Sahabenin Abu Bakr, Ömer ibn Abbas, Ömer, Hazreti Ayşe, Cabir ve Osman radıyallahu anh'lardan afzal degan qarash kelgan. Çünkü Buxariy'deki Hazreti Ayşe'nin hadisinde ehelle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil hac dedi. Hacci ifratqa talbiyat olab mangan. Ha talbiyat olab mangan hacci ifratqa. Peki biz delqigan atani atin min rabbi biwadil aqiq ve qul labbayka umratan fi hajja dedi. Hajga talbiyat olab mangan bo'lsa, vadil aqiq kelgan chaqda umrlarini biraqlam qilganda bari o'zgartish kirgizgan. Rasululloh chikin biraqlam qilgan. Bunun başka Cabir radıyallahu anh'dan sahihga rivoyatda shu haj ifrat degandek rivoyatlar bor. Endi qiron bilan tamattu bu bir ruxsat. İki safar qilmay bir safar qilib chikkina bishalmid so'qash bo'lgan ekan, bunga qon vojib bo'ladi dedik. Hadi vojib. Bundan keyin bu ruxsat bo'lgandan, ruxsat emas, hech qanday qon kelmaydigani afzal deydi. Ifrat afzal degan. Yani bu mazhabchilar qiron afdal dedi. Nima kitobdimi? Hadisda chiqqini deb kelishgan ama bunun başka sayedisi ko'p. Yani bu mazhabning qarshi dalil bo'ldi. Mesela İmam Buxoriy Marwan ibn Hakamdan rivoyat qildi. Qala shahidtu Uthman va Aliyan va Uthman yanha 'anil mut'ati wa an yajma'a baynahuma. Falamma ra'a zalika Ali ahalla bihima. Hazrat Osman ikkisini bir aqlam qilsang bo'lmaydi deb to'sib ekan. Hazrat Osman xalifa va to'sqinni ko'rganda Hazrat Ali mana misida labbayka bi umratin va hajja Hazrat Osman to'sqashni bir aqlam qildi. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. Sahabe kiramlar xalifa olsun, başqa qanday adam bo'lsin, o'zi haqda Qur'onni la yaxsha fillahi lawmatalain shu chaqda vaqtida qo'ydi. Hazrat Osmonning ixtiyorida bunga gap bo'lmaydi deb bunday. Rasulullohning sunnati men shunda qilaman. Hazrat Ali labbayk to'lgan chaqda Rasululloh qanday ehlal qilgan bo'lsa men shunda qildim deb ayni do'rab nima qilgan. Rasulullohning nimaga ihrom bog'laganligini uni eng yaxshi bildigini Hazrat Ali. Keyin so'rgan nimaga ihrom bog'lagan? "Men Rasululloh nimaga ihrom bog'lagan bo'lsa ihrom bog'ladim" dedim desam, "Ha, tamam, bo'pti" degan. Shundan Hazrat Ali qurbonlik qilib kelgan bo'g'achqa 63 ni o'zi bo'g'izlab qolgan 37 ni Hazrat Aliga san qurbonlik qilib ol deb Hazrat Ali so'ygan. Yana Hazrat Anasning Sahih Buxoriyga desa, qala sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu labbayka umratan va hajja. Mush hajjatul wada'dagi bo'g'achqa shu. Yana İmam Malik rivoyat qildi, "Man kana ma'ahu hadyun falyuhilla bil hajj ma'al umrah, thumma la yuhilla hatta yuhilla minhuma jami'an." Bunlarga Rasululloh qurbonlik qilib kelmagan bosh sahobalarni ihramdan chiqish buyurdi-ku. Lekin Rasululloh o'zi hadiya qurbonlikni olib kelgan. Undan keyin Rasululloh boshqani qurbonlik kelmagan bo'lsa ihramdan chiqinglar deb o'zi qurbonlik olib kelganlik uchun ihramdan chiqib bunda qilmaydi. Boshqani deb turib o'zi qurbonlikga kelib ihramdan chiqdilar shu. Undan keyin Rasululloh qiron qilgan. Hafsa radıyallahu anh'ın hadisine İmam Malik rivayet kıldı. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem annahu qala inni qallabtu haddi ve labbattu ra'si fela uhilla hatta anhara haddi. Biz bayatını okuduk. Kitabın aslı var. Fela uhilla hatta anhara haddi desin ama ben kurbanlık alıp kelgen boğaçka ta ki kurbanlıklarına aşağıda heyt günü boğazımıza ihramdan çıkmayman dedi. Ondan sonra qariyan deyin gep. Bu Buxariy'den var. İmam Malik'in Buxariy rivayet kılan bulsun. Yani İmam Ahmed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qarin ekanligida shak yo'q degan. Shak yo'q. Lekin tamattu'ni afzal deb qarayman. Nima uchun afzal deysiz? Rasululloh qiron qilgan tursa desa, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim bunda degan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiya wa la ja'altuha umratan." Men buda haj qilgan bo'lsam, cho'qim qurbonlik qilib yurmay, ayrim umr qilib deb bunda qildim. Buda qilsam tamattu qilaman degan. Lekin tamattu afzal deb İmam Ahmad dedi. İmam Shafiy tamattu afzalmi, ifratmi qaysi deganda 4-5 xil qarashlar bor.
Ko'pincha kitoblarda al-ifradu afdal, undan keyin tamattu, undan keyin qiron deb bunda tartib qo'yish tizgan. İmam Navoiy mush mashhur qarashi, sahih qarash Shafiy mazhabi vakillik qildi degan. Lekin ixtilofli hadis deganda kitoblarda tamattu afdal, undan keyin ifrad, undan keyin qiron degan. Bunun boshqa qarashlar bor. Yana ashu Fatimul Hajj wal Umrata lillah deganda Hazrat Ali dedigo an tuhrima min duwayrati ahlik. U yandan ihrom bog'lab mangshang shu itmamul Hajj wal Umra degandikan biraz xuddanda biraqlam qiron qilib chiqishganda uydan ihrom bog'lab mangsang shu afzal deganlikni ko'rsatdi. Qala wasifatuhu qiron hajniki sufta an yuhilla bil hajj wal umrati ma'an min al miqat. Belgilengen urun miqat kelgan vaqtida haj bilan umrga biraqlam talbiyat olaydi. Li'annal qirana yunbi'u anil jam'i. Chunki qiron degan jamlashishni ko'rsatadigan bir so'z. Ve yaqulu Allahumma inni uridu al-hajj wal umrata fayassirhuma li wa taqabbalhuma minni. Mujda dua qiladi. Yani ifrad qilgan chaqda Allahumma inni uridu al-hajj yoki labbayk Allahumma bihajj deydi. Shunama qiron qilgan chaqda labbayka umratan va hajja deydi. Yoki mush duoni o'qisin bo'ldi. Tamattu qilgan chaqda labbayk Allahumma bi umra deydi. Yoki labbayk Allahumma bi umratin mutamatti'an ila al-hajj deydi. Lima taqaddama yuqorda mushunda duo qiladi deb Alloh taoladan tilaydi dedi-ku. Ya'ni osonlashtirishni va qabul qilishni tilaydi dedi. O'tib ketgan bayoni li'annaha af'alun mutaaddida mushaqqa yati biha fi amakin mutabayina fi awqat mukhtalifa fayas'alulloha at-taysir. Bu jafoliq sho'g'achqa Alloh taoladan osonlikni tilaydi degan. Ma taqaddama shu. وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها 4 أشواط لتحقق الجمع. Şundaqla ma babdan 5 yillar men dedimgo ömür qilishdan keyin asla ömür kelgan. Ömürlan qilamandan. Ömürni boshlashdan burun hajmi qilibdi shu ihramda deb hajni ömürga ketib qo'ysa bu qiron bo'ldi. Lekin bu dastlab miqatdan ihrom bog'lagan chaqda hajga deb ihrom bog'lamagan, ömürga bilan bog'lagan. Şuna vakada degene bu hajjul qironning ta'rifiga ulvasangiz shuni va huval jam'u baynal umrati wal hajj fi ihramin wahidin fi safaratin wahida vakada idza adkhala hajjatan ala umratin miqatdan umrga ihrom bog'lab keldi. Haramga kelgandan keyin bunda o'ylanib men mush ihrom bilan hajni qilib ketay desa, to'p qilishdan burun ashu niyat qilsa qiron bo'lib ketadi. وقبل أن يطوف لها 4 أشواط لتحقق الجمع. Ömürge tutuş kılıştan burun deymiz. Tutuş kılış diyen kaçan vücut çıkıdı dese ömürün asas faaliyeti tavaf. Nağmış yetti ayınışının tüytünü kıp boğan bolsa boldu ketten. Kırandığın pırısı yok bunun. 3 katım aylanan kadar karaklı varsa hecni cüplüğe alaydı o. Bundan ki şu hecni niyet kılıyorlaşının hecni ömürge cüplaş üçün şart oğunu topdan burun qilishlar. To'g'ri boshlab qolgan bo'lsa-mu, 3 qatim aynish qadar mayli, 4-qatim aynish qolgan bo'lsa bo'ldi ketdi, jublanmaydi. Bu qanday qilib jublanmasa, umrni qilib turib ihramdan chiqib, keyin undan ayrim mufrad haj qiladi. Qala, fa idza dakhala Makkah tawafa lil umrati wa sa'a. Qiron haj qilib kelgan kishi Makka ga kirgan vaqtida tawafa lil umrati wa sa'a. Umrga tavof qiladi. Ve sa'i qildi. Shu tavof hozir umr uchun. Umrning tavofini qildi va sa'yisini qildi. Alama bayyanahu. Ay babul umrida biz bayon qilgan. Umri ahkamini bayon qilgan, faslda bayon qilgan. Bundan keyin boshda umrning tavofi va sa'yini qildi. Tamam? Umrning tavofi ash rukn. Umrning rukni edi. Umrning sa'yi vojib. Umrni qilgandan keyin ihramdan chiqmay turdi. Chunki qiron bo'lg'achda. Tamam? ثم يشرع في أفعال الحج. Ondan keyin ömürlük bo'lganidan lan ihramni qoldirdi bo'lsa, shu hajning boshlanishi shu. Ishini boshlab bo'lgandek bo'ldi. Ömürning shugida haj boshlandi degan gap edi. ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم. Ular haj faoliyati boshlangandan keyin bu ömürlük bo'lganidan qanday qildi? Bir tavof qilibdi. Bu tavoful qudum. Xuddi hajninki ayrim haj kelsa tahiyatul masjid degandek haram uchun bir tavof qilibdi. Haramga kelganlik uchun. Shu tavoful qudumni qiladi. Undan keyin bu yerda ikki tavof bo'ldi hozir. Nima? Ikki tavof bo'ldi.
Liqavli ta'ala faman tamatta'a bil umrati lil hajj. Mush oyatda umra qilib haj qadar mutamatta bo'lsa dedi. Nima? Ja'al hajja nihayatan lil umra. Lekin shu umr tugagandan keyin hajning faoliyati boshlangandek bo'ldi. Ya'ni shu oyat hozir hajni bir g'oya qilib bekitdi. Bunda qarasak, mutta degan so'z lug'at jihatdan va sahoba ikramlarning istilohida qiranni o'z ishga oladi. Yani tamattu degan ikki ihrom oraliqida kiyimni kiyib tamattu qilsin yoki ikki safar qilmay bir safar bilan haj bilan umrni biraqlam qilsin tamattu. Ja'al hajja nihayatan umra. Hajni umrning eng oxirida boshlagan qildi. Umr tugandan keyin haj boshlandi deymiz. Undan keyin umr tugatib qilib tavoful qudumni boshlaysiz. Hajning ishini boshlaysiz. Tavoful qudumni boshladi. Endi yo'q tarbiya bo'lgan qadar orliq bo'lib qolsa saqlab turgan ihrom bilan. Ihramni chiqdi, tamattuda keyin andin yo'q tarbiya kuni yenidan ihrom bog'laydi. Qiranda shu ihramdan chiqmay turdi. Umrni qilib bo'ldi. Umrni qilib bo'lgandan keyin chachutish yo'q. Ha? Chachutish tahallul shunta. Sapamarni qilib bo'lgandan keyin hammadan chachut qilibdi deb chachni kesib qolsa chatar. Chachni tushutmay ihrom bilan yataq qaytgan gap. Ya yataq qaytmay endi hajning tavofini qilitay, deganlar qilitay shu kuni hajning tavofini qilib, tavoful qudumni. Ya yataqqa borib aramal o'tib kelib tavoful qudumni qildi. Va tartibu in fata fil ihrami lam yafut fi haqqil af'al. Endi ihrom bog'lashda tartib qo'ldan ketdi deydi. Aslida umriga bir ihrom bog'lab, undan keyin hajga bir ihrom bog'lashdi. Bu yerda bir ihromlan bo'ldi. Arqa-arqadan gap yo'q, qo'ldan ketdi. Endi ihrom bog'lash tartib qo'ldan ketsa, haj faoliyatlarini tartibni qo'shsak bo'lmaydi. An tartiblar qilinibdi-ku, uni qilgan faoliyatni tartib bilan qilmaymiz. Fayati bi af'al haj kama bayyana fil mufrad. Undan keyin umrning faoliyatini tugatgandan keyin haj ifrod babida biz bayon qilgandek hajning qilgan ishlarini birdan qilishga boshlaydi. U ish bo'lsa tavoful qudum qilish boshda. Undan keyin yawmat tarbiya minalmash. Qudumni desam kerak, yozda umr tavofda umrning tavofini hisob etganda umrning tavofini tavoful qudumga niyat qilib qo'ysa. Mesela umri kelgan kishi tavoful qudum qilibdi, nima? Lekin umrning tavofini qilib qilsa, tavoful qudumga niyat qilsa hisob bo'ladi. Yani ma'vo umriga. Lekin hajga tavoful qudum lozimdir desak, bu sunnat desak, tavoful qudumni hajga qilish lozim. Lekin bu yangidan hajning faoliyatini boshlagan bo'ldi hozir. ولا يحلق بعد أفعال العمرة لأنه جناية على إحرام الحج. Umrni bo'lgandan keyin chach tushitib ihramdan chiqish yo'q. Chunki bu haj ihromidagi holatda bo'lg'achqa chach tushitib ihramni silib qolsa bir jinoyat sodir qilgan bo'ldi. Qon kirdigan holat bo'lib qoldi. Va yahliqu yawman nahr kal mufrid. Bu mufrid haj qilgan kishiga o'xshash qurbonlik hayitining birinchi kuni tosh etib, qurbonlikni bo'lgandan keyin chechin tushitib, undan keyin ihramdan chiqadi. قال فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران. Hayitning birinchi kuni cho'ng shaytonga 7 toshni atgandan keyin mushu ajqiranninki qurbonligini bo'g'izlaydi. Chat tushitishdan burun bo'g'izlaydi. Fa illam yajid qurbonlik qilishga qurbi yetmasa, pul bo'lmasa, sama kal mutamatta. Haj tamattu qilgan kishiga o'xshash 10 kun ro'za tutdi. 3 ayyam fil haj va 7 idza rajatum. Wa qad bayyanahu fi fasl at-tamattu. Wa in tafa al-qarin tawafayn wa sa'a sa'yayn ajzahu. Qiron qilgan kishi ikki tavof qilib, ikki sa'i qilib qolsa, shu hisob bo'ldi deydi. Birisi umriga, birisi tavoful qudumni, birisi sa'i hajni deb manda bekitmisimi? Ay hammani shunda juplab qilib qolmaydi. Masalan, tavofni chiqib oqaqni qilib turibdi. Oqaqdan sa'ini. Biz tavofni, ikki tavofni qildim deb 10 ta qudum aylanadi. 10 ta qudum aylanadi. Undan keyin bir 7 qatimdan bir 2 qatimdan 10 ta qatim sa'i qilib qolsa, shu qilmoqchi bo'lgan tavof bilan sa'iga yetarlik deydi. Aslida bu qanday qilish lozim? Tavof qilib, undan sa'i qilib umrning ustigida tavoful qudum uni qilib, undan keyin agar sa'ini bilgan qilibdi, hayit kuni jafoga qoldi desa, sa'ini shucha qilibdi. Nima?
Ayında kılıp kalsa, yani arkadan iki tavaf, arkadan iki sayı kılıp kalsa meyli buldu. Hemen bir vaziyette aşın muayyenleştirmişim buldu. La birinci tavafımız ömründen, ikinci tavaful kudum. Manda da bunun kısmı aşından şunlarla kılıverse bulardı. Li'ennehu edda ma aleyh. Çünkü onun boyunda iki tavaf ile iki sayı vardı. Şu boynunun kâgini kıldı. Bir adam da çatak çıkan yere tertip izbes olsun ama tertip bilen rayakım olun. Vakad esa mana tertibi rayakım olan iken sünnetki xilaflıkı kaçka isa avlap kaldı. İsa diyenine biz kirahaten ziyye ya ki kirahaten ziyye olan haram arılıkla bir nersi gelin. Li muhalefetihi sünnet xilaflıkı kalıp için. Tavafın degen ömrünün tavafıyla tavafı kılını Ağdan kılıp tuttu. Tavafını iki tavafını bıraklam kılıptı, iki sayını bıraklam kılıptı. Ecninki sayısı var. Tavafını ifade ettiğin çağda sayı kıldı. Şunu kılıptısını bizim diyen, hiç güne kılgan iş bekçi, taş atıdı, kurbanlık kılıdı, belki gidip tavafını çakışıyordu. Bu da işçi olan iken sayını burun kılıptı yengillep turay dese meyve diyen. Ecnin sayısı var. Li muhalefeti sünnet. Çünkü bu asıl tavaful umre kılıptı. Şunama, onun için ömrünün sayını kılıptı. Onun için tavaful kudum, onun için hecden sayısını kılıç lazımdı. Bu iş tertibini rayakımagallık için sünnet kılaplık çıkıgan oldu ediken bu vacip olmağa çıkmış tertib. Kan kemmeydi o, vela şey aleyh. Kan ya ki sadakaya bir nas kemmeydi. Lianna tavaful kudumu sünnet. Çünkü yani bir vaziyette tavaful kudumun hükmü sünnet, vacip olmaz. Ve terkuhu la yucubu şey'en. İsa'dan başka kanıya binarsa vacip kılmaydı o. Feteqaddumuhu ala sa'i evla. Lakin bütün tecrübesi meyli olan takdirde ilgiri keyin kılmasa elbette meyli. Bu ilgiri keyin kısmı kıldı hazır. Lakin biz bütün tecrübesini kan vacip olmaydı diye. Lakin bu kıygan ahvalda tam kan vacip olmaydı. Yani bir vaziyette İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tertibini vacip değil. Tertibini vacip değil o. Tertibke vacip olan tertip olsa, xilaflık kılsa kan girildi. Lekin bir adam tavafı kılım sünnet boğaçka Ebu Hanife sahiben tertip vacip olmasa tigir. Lakin o bir nas vacip olmasa ingep şulaydan nazarda çıktı o. قال وتأخير السعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم. Endiyada aslında bir tavaf kılıp ömrünün tavafından, onun için ömrünün sayısını akıdından kılıç lazımmış ama bu tavafın kudumunu arlık tıkıp koyup ömrünün sayısını keçiktirip koydu. Başka bir iş bilen meşgul olan sayını keçiktirdi. La yucib dem. Yani başka bir iş bilen meşgul olsa adetiniz tamaklı işleyiniz başka bir iş bilen meşgul olsa kan kemmeydi. Tavaful kudum bilen meşgul olsa elbette kemmeydi. Çünkü bunun bu ibadet bir işi o başka değil. Fekedel iştigalu bit tavaf bi tarikun evla demekçi. Yani bir yerde tavaf bilen say arlık uzun kalmayı kiriş sünnet diyen bir hüküm var. Arlık uzun kalsa tavaf arlıkla kirip kaldı vardır. Ömrününki tavaf bilen sayısı var. Bu işkisinin otturga tavaful kudum kirip kaldı. Ma tavaf bilen sayı adının bulmay otturga bir narsa çıkıp koyduk. Bu asıl sünnet olamayın. Lekin ma ikincisinin bir tavaf olgan iken sayı hazır tavafın ağzından kelgen bu. Tavaful kudumun ağzından. Ağırga işin bulmaydı dedi. Yani bu el-muvala beyne tavaf ve sayı sünnet. Öyleyse bir vacip. Ama başlanınca iki tavafını ağzından kılmayın. Başta sabah marvesel boşrak gelmez. Sayını başlıklı edip iki sayını 10 tıkıdın patlı tıplam. Onun için meydan bakalıp da tavaf kılılaydı karşı hesap bulmaydı. Çünkü sa'i kılış için çokumun aldıda bir tavaf bulaş lazım. Yani ayrılmazsan biz tavaf kılgandak ihtiyari alettim varsa kiriplan bir sa'i kılıç çıkmaylı mı? Dediğim bundan şu. Mesela tavaf kılıp çıkıla bir tavaf kılıvallı mı? Deymiş. Ama sa'i kılıp çıkıla ya bir sa'i kılıp deyli mi? Dep bunda kılığa iş yok. Ayrım sa'i kılığa iş yok. Çokum bunun aldıda tavaf bulaş lazım. Şuna işte sayını kılıp da bunun işi tavaf kılırsa bu beka olur. Biz tavaftan keyin çokum sayını kılışlar lazım. قال فإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها deb kelgan bazı nusxada bizimki yo'q. ووقف بها degandan şerda yezish lazım.
Şu doğru. Batala qiranu. Qiran hacı kelgan kishi Mekke'ye kirmay. Asıl bu Mekke'ye kirishga munosabatsiz. Mekke'ye kirmay degan tavof qilmay degan. Ha? Umrga boshda bir tavofni qilmaylar. Mekke'ye kirgan bo'lsin tavof qilmay nima ishlatdi? Arfatga turish qilmandi bu. Ha? Va tavajjah ila Arafat, Arfatga minib ketib Arfatga borgan qadar desa, ya tavof umrini qilib o'tishlar lozim, sizlar qiran qilgan ekan desa, yoki orqa qaytib kelsa, tamam. Qaytib umri qilib o'tib Arfat chiqib bo'ldi, sadaqa yo'q. Lekin berib Arfatni turishni boshlagan bo'lsa, qiranning gap tugidi. Batala qiranu. لأنه عجز عن تقديم أفعال العمرة كما هو المشروع في القران. قران دا aldı bilan umra buningdan keyin haj qilg'aydi. Umrni qilmaylam, hajga kirib ketdingiz. Unda qiran degan gap yo'q deydi. Endi u haj bo'ldi. Ayrim hajga mufrid qilgan bo'ldi. Umr qilmagan bo'ldi. Deganda shu umrni tashlatganlik uchun qanday qildi? Buni endi qasddan qilsin yoki hukmini bilmay ashundan qilgan bo'lsin o'xshash. Nalki bu Arfatga berib turgan qadar umr qilmasa bir qon keladi. Chunki umrini tark qilayotganlik uchun. Çünkü bu yerda hajdan ilgari bu umr qilish fursati qo'ldan ketdi deymiz. Undan keyin Mekke'ye kirish bu degan maqsad qilingan so'z emas. Bu bir kinoyat. Umrga tavof qilmasa degan gapdan kinoyat. Undan keyin bu yerda va idza lam yadkhulul qarinu Makkata deganni unda tushunamiz. Idza lam yatuf al-qarinu tawaf al-umra va tawajjaha ila Arafat va waqafa biha batala qiranu. Çünkü tavaf qilmay umriga Makkaga chirib chiqib 10 qatim chirib chiqqan bo'lsin baribir. Hech qanday ta'sir yo'q. Endi bu yerda tavaf qilmasa degan gap bor-ku, ay tavafning 4 aylanishini qilmasa deymiz. 2 aylanishini qo'yib, Arfat chiqib turgan bo'lsa, yana batala qiran. Lekin 4 aylanib o'tib, to'xtab qolgan Arfat yugurib ketgan bo'lsa, Arfat turish qo'ldan ketganlar, o chaqda umrni qilib qo'yg'aysatdi. Sayni keyin qildi. ولا يصير رافضا بالتوجه حتى يقف. Arfat minib ketibdi. Taki Arfat turishni boshlamaguncha u umrni tashlatgan bo'lmaydi. Chunki yeni o'lish qilsa bor-ku, Arfat turmadi. Vallosa anda Abi Hanifa. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabida shu an sahih qarash. Ana mazhabning ba'zi fikrlar va sahih degan. Bunlarga mishada qachon umrni rad qilgan bo'lsa, bir qarashda bittavajjuh ila Arafat. Arafatga shunda mansilan batala qiranu degan gap chiqdi. Ikkinchi qarash mansilan emas, taki berib Arafatda turishni boshlasa, ondan umrni bekor qilayotgan bo'ldi. Qiran bekor bo'lib ketdi deymiz. Bu deganlar Arafatdan hududidan o'tgandan keyin bo'lib ketdi hisoblanadi. Arafatning darsi kirsa, bu turish boshlandi. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani Cami Salir degan kitobda tavajjuhlan la yakun rafida. Tavajjuhlan unda umrni tashlab bo'lmaydi. Arfat barcha qaytib olsa bo'ldi degan. Kitobul Manasikda qiyos jihatdan birab qilgan bo'ldi. Chunki bu hamda umri qilmagan shu Arfat qarab turmaydi degandek manqalliqqa bu umrni rad qilgan degan gap chiqdi qoida bo'yicha. Lekin istihsanan umrni rad qilgan bo'lmaydi. Faqat lama shay bir Arfat turishni boshlasa, ondan rad qilgan bo'ldi deb. Shunga bu al-asah degan istihsanan. بخلاف مصلي الظهر يوم الجمعة. أما مصلي الظهر يوم الجمعة أصل قياس كيسا بالتوجه رافض بولته. قياس مشو. نمكي قياس قلت ده جمعة كنا بيجان جمعة كنا نخماي مثلا برسه. أيدا كيشن نخطه. بيجان باشم بقودا كيشن أيدا أقوب ترشقا يا بيجان جمعة çıkmamla بيجان ده كنا نقام بوسا غات جمعة كمان ده بس. جمعة ده شو جامعة ده كلام جاب. حيث تبطل بمجرد السعي فاسعوا إلى ذكر الله دegen şu çıkıp şunda meskin menşilallah avqan peşimi bikavuldu. Tabtulu yani tabtulu zuhruhu salatu zuhr demek. Li'annahu ma'murun. Çünkü o fas'au ila zikrillah şu sa'yga buyurilgan. Samma bis-sa'i. Aş cuma meselesinde cuma günü sa'i qilishga buyurilgan. Ba'da zuhr degan aş peşini o'qib bo'lgan bo'lsa-mu, idani deyil islodimi yomul juma fas'au ila zikrillah. Peşini o'qib bo'lgan bo'lsin, jumaga shuni olgandan jumaga manish lozim. Buyurilgan ish. Va huna lekin ma masalda al-asah deganning dalili bu qiyas ma'al farq.
Cuma günü tutmay peşim okup qo'ygandan qiyoslasang bo'lmaydi farqlar. Bu yerda peşim okup qo'ygandan keyin sen jumaga mang degan bir buyruq bor. Ammo kiran kelgan kishi uchun umr qilishdan burun arfatga mang degan bir shakli bor. Şuna ikisi o'xshamaydi. Ya'ni qiyosim ma'lum farid. Lekin bu qiyosni tashlab istihsanni oldi Imom Abu Hanifa. Yani istihsan nima iborat? Arfatda tusa andan keyin umrni taraf qilgan bo'ldi. Arfat mana shu bilan umrni taraf qilgan bo'lmaydi. Namoz bilan umrning farqi bor. Bu farq nima desa, burun arfat chiqib odam burun umr qilgan bo'lsa, umri sog'lom bo'ladi, shunami? Asli qoida shu. Umr qilib mumkin. Lekin ma juma masalasida qanday o'qigan peshimi ajvaiz qildi. Ikkisining farqi shu. قال وسقط عنه دم القران لأنه لم يوفق لأداء النسكين. وأن هجلان عمرنا برقلام قلمغان قران قلمغان بوغاشقا قران قيغوچغا كلدغان هدي واجب بكوا ketdi. U qanday qilmaydi uni. Chunki bu qiron degan narsa yo'q, vujud chiqmadi. Va alayhi damun li rafdiha. Umrni qilmaganlik uchun bir qon keldi. لأنه رفض إحرامه قبل أداء أفعال المتعة. Çünkü o qironga munosabatlik dastlab qildigan umr faoliyatini qilmagan bo'lg'achqa xuddi umriga nisbatan bog'ligan ihromni hozir bekor qilib rad qilayotgandek ahvol bo'ldi. O'sha afal muta degan bu yerda maqsad afalil qiron demoqchi. Ya'ni o'sha yerda umrning tavofini qilmadi. Bundan keyin sen hozir aslida umr bilan hajga biraqlam ihrom bog'lab kelgan, umrni rad qilayotgandek. O'zing niyat qilib, keyin amaldan qoldiribdi. Undan bir qon keladi. Va alayhi qada'ul umra. Umrni qazo qilish lozim. Li shuru'ihi fiha. Chiqib qilmagan bo'lsa, umrning qazosini qildi. Chunki oyatda va atimmul hajja val umrata lillah. Atimmu degan bir buyruq bor. Bu xuddi nimaga o'xshaydi bo'lmasin. Nazrni qilib bo'lib, bu nazrni ado qilmagandek. Shu haj faoliyati chiqishni o'zimi shu bir nazr qilgandek. Shunga oyatning deydi: "Val yufu nudurahum val yattawafu bil baytil atiq." Val yufu nudurahum degan haj bag'an namanda qurbonlik qilmanda nazr qilgan unimi ko'rish mumkin. Men haj qilaman degan bir nazr bor. Shu qilgan nazrlarni to'liq joyida ado qilsin. Tavob tash etish, arfat muzlaliga turish, qurbonlik qilish degandek, shu nazrni ado qilsin degandek mazmun bor. Lekin bu shuru'ning o'zi mulzim, xuddi nazrga o'xshash. Ya'ni uni xohlagan tashritib, hech shunmanda ketolmaysa, cho'qim qilishing lozim deydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Yani kelgan kishi akhirni masalan marhamat qiladi. Ezon bo'lgan qadar ishni tushunadi. Yani kelgan kishi shunday vasi, ishga vasi bo'ladi. Chiqqan vaqtdan o'zida nima qilish bo'ladi bu yani masalan. Sadatga qoldi, qurban ashulalar shug'ullansa. Bular, yani tamattu qilgan kishi ehramdan chiqqandan keyin hajga saqlab turdi-ku. Hajga ehram bog'lash vaqti kelgunga qadar arliqda kiyim kiydi, atir suvaydi, ayoli bo'lsa, dilli bo'lsa, o'ykasi bo'lmaydi dedi. Ilmam sahih bo'lib qolsa buzildi. Ehramdan chiqqandan keyin kesib bo'ladi. Yo'q, kesib bo'lardi desak, shu tamattu qilay degan ishni qilmagan bo'ldi. Umr qilinmay haj qildi qiranda. Qan qildi. Chunki bu niyat qilgancha labbayk Allohumma bi umratin va hajj. Niyat qilgan shu ihrom bo'lgan chaqda buning ihromi ikkiga ihrom bo'lgan. Buni 50% birga qilayotgan ekan, umrni qan keldi. Yo'q, bu asonan qarni qan kelmaydigan shaklda ma'lum. To'rtni qilib olgan ekan, aksar yaqum maqamul kul deb mazhab atarafdan to'rtni hisoblaydi. Sen tavaf qilganda hisoblaymiz. Tavaf qilgansan. Shuningdek mesela ecdamı tavafı tavaf qiladi. Yo'q, ecdamı tavafi bu sunnat tavaf. O tavafni qilgandiki, rukni o'g'ina tavaful ifoda. Minadan kirib qildigan o eng muhim shu. Tavaful ifoda rukni.
Tavaful qudum sünnet. Keyingi tavafni tavaful ibodatni cho'qim qilish lozim. Qilmasa ajr bo'lmaydi. Tavaful qudum degan shu bag'alatlar. Dastlabki borgan chog'da masjidga kirib tahiyatul masjid o'qiganda tavof qilib turadi. Lekin tavaful qudum boshqasi hajga borgan chog'da umriga shu tavofni qilgan chog'da ashunda niyat qilib turib, o'sha umramga muvofiq hisob bo'lsin, tavaful qudumga hisob bo'lsin, niyat qilsa, ikkiga biraqlam ishlamdi, ishlamni bunda ulmoninki har xil qarashlar bo'lishi kerak. Masalan, biz masjidga kirib farzga yetgan bo'lsak, shu farz namozini o'qishimiz, shu tahiyatul masjidni shuni shirkitida deymiz. Yoki sunnat namoz o'qiymiz. Masjidga kirib pishini to'tirga sunnatini o'qidik biz. Shunda tahiyatul masjid ikkisini juplab biraqlam bo'lsa ekan deb qarasa hisob qilindi, bo'lmamdi. Bunda mahalli xilaf. Ba'zi ulamolar hisob qildi deydi. Masalan, 6 min Shawwal ro'za tutishni qazo ro'ziga hisob bo'lsin, anma atba'aha 6 min Shawwal uning hisob bo'lsin, ikkiga tang niyat qilsa hisob qilindi. Aqiqa bilan qurbonlikni udurga qarashikni biraqlam bir saqota deb qarasa hisob qilindi demaymiz. Çünkü racih ayrım qilish lazım.